Pivo festival haqida bir ukamiz meni lichkamga SMS yozibdi. Aka, videoyingizni ko'rdim. Ikkita o'rangan qiz pivo festivalda o'yin kulgu qilishibdi. O'rangan qizlarda ahvoli shu bo'lsa, ertaga men uylanishim bor. Yaxshi qiz qayerdan topaman, nima qilishim kerak deb savol beribdi. Mana shu ukamiz lichkasiga javob qaytarib qo'yib, Instagramda ozgina titkilasam, Vafo Mo'min taxallusi bilan ijod qiladigan bir akamiz videosiga ko'zim tushib qoldi. Xullas, qayerdadir yana ko'pik show bo'lgan. Ota-onalar o'zlarini farzandlarini mana shu ko'pik showga olib borishgan. Har doimgidek ayol va erkak yarim yalang'och holatda ko'pikka cho'milishib o'yin kulgu qilishganda va noodatiy tomoni shuki, onalardan biri bu zamonaviylik, to'g'ri qabul qilsa bo'ladigan degan gaplarni gapirgan. Va eng qizig'i, mana shu pena showni qoralab chiqqan insonlarni ko'ra olmaslikda ayblabdi. Endi penaga cho'milib ko'tinni reklama qilganini nimasini ko'ra olmasligimiz mumkin, men to'g'risi bilmadim. Xullas, nima demoqchiman? Yosh qizlar, bolalar bunaqa showlarga, festivallarga boradigan bo'lsa, ular hali yosh, ongi rivojlanmagan, qanaqangi xato yo'lda ketayotganini tushunmayapti deyishimiz mumkin. Lekin ota-onalarda ham tushunchasi shu bo'ladigan bo'lsa, 35 ga 40 ga kirgan erkaklar ertaga yaxshi qiz topolmayapman, uylangani qiz topishim kerak deb istab qolishadigan bo'lsa, hayron qolmasak ham bo'ladi.